Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zaytunni yenglar. Zaytunni yenglar va zaytunni yog' qilib suringlar ham. Chunki u muborak daraxtdandir dedilar. Qur'oni Karimda zaytunga qasam ichilgan. Vattin va zaytun, anjirga va zaytunga qasam deb qasam ichilgan. Qur'onda qasam ichilganidanki bir so'z bo'ladi. Bu demak Alloh qasam ichdimi, unda juda katta bir ma'no, mazmun bor. Muborak daraxt deb turib, muborak daraxt qaysi daraxtligini oyatning davomida u zaytun daraxt deb demak izohlangan. Va shu bilan birga Rasul akram alayhisolatu vassalom zaytun bilan yog'lanishni ham buyuryaptilar. Tanani yog'lab turish mumkin, soch soqolni yog'lab turish mumkin. Mana shu tavsiya bu yerda ta'kidlanmoqda. Salatu vassalom zaytunni yenglar debdilarmi? O'zlari ham yeganlar. Zaytun nihoyatda foydali, nonushtada yeb turilsa nihoyatda foydasi ko'p. Zehnni, xotirani kuchaytirishi bor, hazmni yaxshilashi bor, o'tni tozalashi bor va hokazo juda ko'p fazilat, foydalarga, shifobaxsh xususiyatlarga ega.